Hammaga salom. Bugun gamer bugungi videomizda 4 bloger yozib ko'ramiz. Bu youtuberlar Kaizo, Hacker, Umar Play va Crackerjon. Birinchi youtuber Kaizo akamiz. Mana bloger bo'lib qanday oltin turchik olsam bo'ladi degan savol berdim va ular menga juda g'alati javob berdilar. Ikkinchi youtuber bu Umar Blade. Siz odamga aylansangiz nima qilasiz degan savol berdim. Ular ham menga javoblarni nafas olaman. Bu prosta. Uchinchi youtuber bu Hacker. Afsuski javob bermadilar, lekin kayfiyatni tushirmaymiz va kanalga obuna bo'lib qolamiz. Bu sizlarga juda katta yordam berdinglar va albatta mana shu videoga hamma videomizga like bosib ham qo'yinglar. Axir tekin-ku. To'rtinchi youtuber bu Crackerjon. Mening savolim bugundan boshlab sizning ismingiz Negerjon. Va javoblar ham normalniy bo'ldi. Hammaga qarasizlar bilan bugun buni gamer bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa kanalga like bosinglar, to'g'ri vaqt o'tib ketadi. Lekin tasavvur qilinglar, bizda mana sirim bor-da, men sizlarga like olaman-da, sotaman-da, Mr. Beast sotaman. Obunani ham olaman, sizlar sotaman. Keyin sizlar video ko'rishga internetlasizlar, men ham ularni olaman-da, o'zimga olaman-da, keyin sotaman. Masalan, menga Xums telefon qiladi, blogerlar telefon qiladi. Bizda megabayt qolmayapti, kerak bo'ldi deb keyin biz ularga sotamiz, to'g'rimi? Siz shunaqa deb o'ylaysizlar, men xayolimda-da.